issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati boshqarma boshlig'i o'rinbosari, xususan sizni taklif etganimiz kuz-qish mavsumida aholini issiqlik, elektr energiyasi va suv bilan uzluksiz ta'minlash bilamizki ustuvor vazifalardan biri. Shu bois issiqlik tarmoqlari, quvurlar va issiqlik manbalari mavsumga qay darajada bugun tayyor? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli efir qatnashuvchilari. Issiqlik ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga, demak, joriy yilning aprel-may oylaridan tayyorgarlik ko'rishlari boshlangan. Sentyabr oyini yakuniga qadar, ya'ni 1-oktyabrga qadar mukammal ta'mirlash ishlari, joriy ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilgan. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklari qarorlari asosida issiqlik mavsumi, kuz-qish mavsumi boshlandi 1-noyabrdan. Bosqichma-bosqich 1-noyabrdan 5-noyabrga qadar issiqlik energiyasi bilan markazlashgan tizimga ulanish ishlari boshlangan. Bugungi kunda issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati qoshida 23 issiqlik ta'minot tashkilotlari mavjud. Bugungi kunda 551 ta qozonxonalarimiz bor. Respublika miqyosida umumiy 44280 ta ko'p kvartirali uylar mavjud bo'lsa, shulardan markazlashgan issiqlik tizimiga 16050 ta ko'p kvartirali uylar ulangan. Bu umumiy qamrovning 37% ni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 453-sonli qarori asosida mahalliy byudjetdan o'rnatilgan tartibda issiqlik ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga 28,1 milliard pul ajratilgan mablag'lar. Ushbu mablag' o'rnatilgan tartibda bosqichma-bosqich o'zlashtirildi. Buning evaziga qozonxonalarimiz 53 ta qozonxonalar 53 ta qozonlar 93,3 kilometr issiqlik tarmoqlari mukammal ta'mir ishlari sifatli yakuniga yetkazildi. O'z mablag'larimiz hisobidan, jamiyat mablag'lari hisobidan 598 ta qozon va 519,2 kilometr issiqlik tarmoqlarini joriy ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilib, o'rnatilgan tartib asosida Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Energetika inspeksiya korxonasiga dalolatnoma asoslarida topshirdik va ekspluatatsiyaga qabul qilindi. Bugungi kunda issiqlik energiyasi me'yorida uzatilib borilmoqda.